Ey ademi bu dünyanın gamlarına nereden geldin? Bu fanini kaygı alem hayvanına nereden geldin? Bu fanini kaygı alem hayvanına nereden geldin? Xususiy stomatologik poliklinikasini oliy toifali shifokori, Hazoras Futbol Federatsiyasining sport sharhlovchisi, davramizning hurmatli mehmoni Ozodjon Aliyevni taklif qilaman davrani ochiq deb e'lon qilish uchun, kelin-kuylarni tabriklash uchun, har ikkala qudalarni muborakbod qilish uchun, sunnat to'ylari bo'layotgan to'y bolani tabriklash uchun va bugun to'yxonada barcha sohada xizmatda bo'layotgan do'stlarimizga chin kamiga muvaffaqiyat tilash uchun Ozodjon davrani ko'rib, shu Xudoy bergan do'stimizni qalbidagi eng orzu niyatlarini bugun ro'yobga chiqayotganini ko'rib, to'g'risi hammamiz 100% qo'shilamiz. Ko'z tegmasin. Men mikrofonni sizga hurmat bilan topshiraman. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu Sobir bobo to'yxonasina tashrif buyurgan aziz hamqishloqlar, do'stlar, sinfdoshlar. Haqiqatda bugun mana to'ylara ulanib turgan, mamlakatimizda bayramlar ulanib turgan, mana mamlakatda birinchi bo'lib viloyatimiz paxta tayyorlash yillik rejasini o'ylab turgan, men futbol sharhlovchisiman, paxtakor chempion bo'layotgan eng bir baxtli dumanlarda eng yaqin do'stim mana Xudargan qo'shaloq to'ylar qilib, do'stlari, yaqinlari davriga taklif qilib turibdi. Endi bu avlod aytib o'tdingiz 80-chi avlod beda sinfdoshlar, endi 10 yil o'qimadim Xudargan bilan, endi 1 yil o'qisham nasib etmadi aniqlik kiritishga, lekin Xudargan eng bir yurakka dili yaqin inson. Shu 80-yillarda adash bo'ljak bola dedi, Xudargan shu yo motosikl minib, ochkilari taqib, chakrabortidan xona o'tib, yana o'tib, qizlari ko'zini aylantirib yurib, Vekten redi borat nastroykan xona o'tirib, yana o'tirib, ortqa tajani qachon ishtamiz, so'ng 90-yillarning boshida Urganchda bir botli eshloch chiqibdi, hammasini sindiradigan. Kim ekan u? Anjirisan deb aytadi, zanjirisan. Kim bilsak u Ag'abek ekanlari. Shularni biz Xudargan orqali bilganmiz. Endi bir narsa bor. İnsanın o'sib ulg'ayishida muhit ta'sir qiladi. Bu miskinot xalqini daryoga yaqin xalq. Daryoga yaqin xalqda bag'ri kenglik, mardlik, jo'shqinlik shu bilan birga ma'naviyat eng kuchli bo'ladi. Xudargan ana shuning muhitda katta bo'lgan yigit bu. Men o'zim o'ylanaman, shu miskinotning ko'pri yonida bir stop qo'yish kerak. Sho'ra o'tayotgan odam to'xtab miskinotga salom berib o'tish kerak. Eng buyuk insonlar miskinotda tug'ilgan. Shundan biri men Xudargan jo'ram. 2-3 yillar burun Xudargan aytdi, jo'ra bir to'y chekman, kimi taklif etayin, ozod qilish uchun maslahat ber dedi. Men aytdim, mana to'ya o'ziga qo'shtin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, hammamiz arz kutadigan, hurmat qiladigan do'stimiz Ag'abek Sobirov tashrif buyurib turibdi, shu do'stimiz. Assalomu alaykum. Yana bir marta Endi Ag'abek, biz kitob yozamizdan e'tibor beramiz har bir so'zga. Bu san'atkorlarga ta'rif beriladi. Mana Nuriddin Hamroqulov yor va yor kuchisi deb aytiladi. Anvar Sanayev muhabbat kuchisi dedi. Istiqbol kuchisi deb aytiladi. Lekin sizga navbat kelganda bulbul deb ta'rif beradilar. Mana o'ylandim, bu ne bu Ag'abekka? Men bir kitob ko'rayin dedim. O'nlab kitob o'qidim. O'zbek xalqining zabardast yozuvchisi Abdulla Qahhor bir yerda yozgan ekan. Bulbulning erkagi sayraydi. Ag'abek Sobirov erkak san'atkor. İşlere rivoj Ag'abek qo'shaloq unvonlar bilan hali bu ish farzandlari bo'lganda unvonlari bu yerlarga to'ldirib kelgaysiz, xizmat qilgaysiz. Men xatinam so'raman, to'yxona erkakka o'tirma xatinma. Men erkakka o'tir deyere geldim, rahmat, ishlar rivoj. Xudoga yana bir marta tabriklayman.
Ben quvonib turibman sening baxtingni ko'rib, bütün sinfdoshlar nomidan shuni to'kish hammamizga nasib etsin. Rahmat adash. Ozodjon, shu bitta erkaklarni so'rab turib, sizda o'zgarish bor. Ozodjon xafa bo'lmaydi, katta ko'pir oladi deydi. Tuyani kattasi ko'pirda tayoq deb qo'yibdi xalqimiz. Yaxshi, Xudoygan, niyat pok bo'lishi kerak. Keling bir shu qo'shaloq to'y davrasida Sobir bobo to'yxonasida butun dunyodagi yaxshi niyatli odamlar uchun bir qarsak chalib qo'yamiz, hamma o'zimizda to'y bo'lsin. Mana aziz do'stlar, Og'abek Sobirov bugun sahnada. Bizim maqsadimiz ertaga shu Xudoyberganning to'yi bo'ldi. Og'abek chiroyli qo'shiq aytdi degan iborani quloqimizga chalinsa bo'ldi. Bu iborani albatta har birimiz o'zimizda Bitnak shahrida GM General Motors qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan Damas Chevrolet Orlando. Kamiz aytmang. Biz sizni Ozodjon deymiz-ku. Qaling, Chevrolet Orlando uchun ham qarsangiz. Yashang. Marhamat Og'abek, sizni sahnaga taklif qilamiz. Haqiqatda bizning Xorazm san'atini faxriga aylangan mana bugun mashhur san'atkorimiz katta sahnada, aziz do'stlar. Bugun hammangizdan minnatdormiz. Mana shu davrada ishtirok qilayotgan har bir bag'ri keng mehmonlarimizga hayotda omad tilaymiz, sog'lik tilaymiz. Niyatingiz yo'ldoshimiz bo'lsin. Og'abekjon, siz haqingizda xalqimiz Og'abek juda katta ma'lumotga ega. Men bir narsani faxr bilan aytaman, Ozodjon qo'llab turasiz. Shuhrat Qayumovning tarannum ko'rsatuvi bor. U kishi ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Shunda Og'abekjon Qilichbek Tojiyev, Oxunjon Madaliyevning ustozi-da, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Shu kishi bir gapni aytdi. San'atkor qanchalar mahorat bilan qo'shiq ijro qilmasin dedi. Qoyil qilmasin. Birinchi o'rinda Og'abek, uni odobi. Siz sahnaga o'zingizni maktab bilan kirib keldingiz. Siz chiroyli duolarni olib kirib keldingiz va aynan Qilichbek Tojiyev aytgan odob bilan sahnaga keldingiz va shu odob, shu pokizalik, shu halollik sizni mana shu manzilga olib keldi. Xudo xolasa shu odob sizni uzoq manzillarga eltib qo'yadi. Bir qarsangiz Og'abekning parvozi uchun yashang. Demak Og'abek Sobirov kuylaydi. Rahmat aka. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, aziz do'stlar, aziz otaxon va onaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar, yor do'stlar. Xush kelibsizlar bugun. Mana shu ajoyib bir xonadonni quvonchiga quvonch qo'shib kelib o'tirgan qadamlaringizga avvalambor ming-minglagan hasanotlar bo'lsin. Mana Ozod akam shunday ajoyib ta'riflar qildi. Yana o'zini mana shu elni farzandi ekanligini yana bir bor isbot qilib, bu eldan ko'p aziz buyuk insonlar chiqqan. Aziz do'stlar, buni endi mubolag'a emas, albatta san'at bo'yicha ham, ilm bo'yicha ham, boshqa bir sohalar bo'yicha ham buni tan olishimiz kerak. Ana endi men